Do'stlar, tasavvur qilinglar, ochiq mashinada pullar yotibdi. Men bittasini cho'mchagimga solib ketsam, nimadir bo'ladimi? Buni sizlar bilan bugun sinab ko'ramiz. Tak bolalar, bugun noodatiy video bo'ladi, chunki bizda eksperiment bo'ladi. Bam $70,000. Mana shu $70,000 yotibdi. Hammasi haqiqatdan desam, ko'ramiz odamlar qanaqa qilib reaksiya beradi. Agar kimdir olib ketadi, kimdir olib ketmaydi, bilmayman. Men uchun bu narsa juda takoy yangi bo'lyapti. Takoy o'zimni g'alati his qilyapman mana shunaqa video olishdan keyin. Mana bitta ichkarida yana bitta kamera bor. Uzoqda. Biz uzoqda turamiz. Uzoqdan turib, короче, katta kamera olganmiz, sizlarmi? Короче, mana shu kamera bilan bugun mana shu toychoq bilan kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uzoqdan olib turamiz mashinani, nimadir bo'ladimi, yo'qmi? Где-то yarim soat, 40 minut olamiz. Kimdir olib ketadimi, pulni olib ketmaydi, nima bo'lishini o'zimga qiziq bo'lyapti-da. Поэтому yangi format video. Bunaqa hali qilmaganman. O'zim takoy hali bilmayman nima bo'lishini. Поэтому like bosib qo'yinglar сразу birinchi minutdan. Ketdi, endi ko'ramiz nima bo'lishini. Eng asosiy narsa, agar hech kim вообще pulni teymasa, to menda aktyor bor. Idom? Mana shunaqa kiyimda, короче, o'tib ketadi, olib ketadi pulni. Ko'ramiz odamlarning reaksiyasini, nima qiladilar ekan odamlar. Chunki mana shu prям bozorga kirish, odamlar juda ko'p o'tyapti. Nima bo'lishini ko'ramiz. Ketdi. Короче, bolalar hozir bitta ayol qarab turibdi-da. Короче, shu mashina yonida aylanib yuribdi. Nima bular bizga qarayapti. Nima bo'lishini hozir bilmayapmiz. Или может она ментов вызывает. Короче, mana shu ayol keldilar-da, tipa bizga ko'rsatib ketdilar, mana video otdilar deb ko'rsatdilar, menga qaratdilar. No, не знаю. Nima bo'lishini bilmayapman. Lekin to'g'risi aytsam juda qo'rqyapman. Tam может menti keladi, tipa nima qilasizlar deb kelsalar oldimizga вообще problema bo'ladi-da, tipa. Поэтому shuning uchun like bosinglar. Yarim soat davomida ko'plab insonlar shu pulga qarab o'tdi, ammo hech kim unga tegmadi. Va oxiri biz o'zimizni aktyorni jo'natishga qaror qildik. Короче, akalar qarab turibdilar, to'g'risi pulni olib ketdi-da, короче. Lekin hech nima qilmadilar. Это просто шок. Blin, lekin qarab turdilar-da, короче. Bizning aktyorimiz keldi-da, olib ketdi. Blin, endi bizga qarayaptilar, kamerani, yo'q, hali ko'rmadilar kamerani. Lekin hech nima qilmadilar. Voy, blin! Nima hech nima qilmadilar, tutish kerak edi. Bog'lar, baxtga deb. Lekin yomoni bo'ldi, yomoni. Короче, do'stlar, mana pul hammasi shu yerda. Reально katta respekt, hech kim olmadi. Shuncha odam o'tdi, shuncha odam meni qarab ketdilar, lekin hech kim tegani yo'q. Поэтому katta respekt o'zimiz xalqimizga, odamlarga hurmatim yana bor oshdi. Lekin meni emotsiyam ko'rmadinglar sizlar, просто то, что o'tib ketganda mana shu aktyorimiz bizga aytib beryapti. To'g'risi aytdilar, tipa, to'xta, qayerga ketyapsan deb baqiribdilar, прикинь. U просто qaramasdan yugurib ketdi. Lekin bilmayman nima hech kim tam yugurib bilan tutmadi и так далее. Но ничего. Хотя бы e'tibor qildilar. Sizlar yoqgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Prям shu yerda keyin kommentariyada yozinglar. Qanaqa keyingi kommentariyada yozinglar. Qanaqa eksperiment keyingi tushirish YouTube kanalimga. Katta, keyingi ikkinchi lokatsiya C1. Поехали. Tak, bolalar, yangi lokatsiya keldi. C1. Bu joy hamma biladi. Bu yerda qanaqa odamlar reaksiya berishini bugun hozir ko'ramiz. To'g'risini aytsam, prognoz mana shu yerda kimdir olib ketadi deb o'ylayman. Chunki bu yerda kichkina bola ko'p. Takoy, как бы yugurishga joy bor-da, короче, olib yugursa bo'ladi. Mana shu pul. Mashina moshda turibdi, mana shu yerda. Genialniy xod qildik biz, чтобы прям kamerani ko'rmaslik uchun odam mashina narigi tomonda turibdi. Вот, короче, mana shu Cobaltda o'tiramiz biz. O'rtog'imdan so'rab turdim, yordam berib tur deb. Mashinada o'tiramiz. Kamera mashinada bo'ladi, o'zlarimiz ham mashinada. Ko'ramiz nima bo'lishini. Bugun takoy motivatsiya yomon, nastroy yomon. Короче, oddiy taktika bo'yicha mana hamma pul. Прям unchalik ko'p qo'ymaymiz. Tak, mana $50, $100 mana bu sidenyaga qolgani mana shu yerda, короче. Прям o'tirgan joyimga qo'yib ketaman. Let's go. Gapirasizmi? Gapiring. Assalomu alaykum. Toshkent O'zbekiston Omon ko'cha yaxshi ishlayapman. $100 menga berib turib qaytaraman. Assalomu alaykum. Toshkent shaharda yaxshimi? Hammanglarni olib, parka bormi? Hamma odamni olinglar.
Pop, 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 pop. 500 ming ishlayman. 600 ming. Kunigami? Kuniga. Bir kunda, Это oyiga 15 millionmi? bir oyda, bir kunda mana bitta $100 berib, bir kunda $100 topaman. Bir kunda. Mana shu $100 topaman. Bu $100 qancha bo'ladi? 1 million 300 ming. 300 mingga yetadi. Hammasi yetadi. Zo'r aka. Ovqat yetadi, taksi yetadi, uyda borish yetadi. Valla bo'ldi, hammasi tayyor. Ketdi. Такой очень нормальный kontent qilib berdilar. Bo'ldi. Let's go. Так, bolalar, mana shunaqa obstanovkada o'tiribmiz. Bam, kamera mana shu yerda. Такой qanaqadir seryoz, oppa qarab ketdilar kimdir. Lekin olmadi, такой серьезный ekanamiz. Voy, eshikni ochdi. Brat, что за хуйня, блядь? Kimdir otdi pulni. Или olmayapti, bilmayapti. GoPro tushirish kerak. Nima hech kim hech nima qilmayapti. Точно, кстати. Hech kim hech nima qilmayapti, nimagadir. Oldimi yo'qmi? Он взял, проверил. Блядь. Он понял, что фейкligini tushundimi yo'qmi? Ketdi bola, ketdi. Короче, mana bu kamerada hozir ko'ryapmiz. Bolalar yomon qarayapti-yu, prям oldida turibdilar. Hozir mana shuni olsalar, вообще chotki bo'ladi. Уже yarim soat o'tiribman, вообще charchab ketdim. Operator charchadingizmi? Короче, soat 5:30 ro'zaga yaqin qolamiz. Вообще charchab ketdik. Поэтому mehnat uchun like bosinglar bolalar. Kimga kontent yoqayotgan bo'lsa like. Eksperiment qilaymi yo'qmi? Shuni kommentariyada yozing. Bolalar kamera yoqishni ulgurmadim, lekin mashina turibdi. Kimdir, короче, mashinaning oldiga keldi. Men tushunmadim, oldimi yo'qmi? Я просто в шоке, я просто tushunmayapman qanaqa qilib hammani oldidan olib ketyaptilar pulni. Может быть, hali tushunmayapti то, что это fake. Bilmayman, короче, bilmayman. Но mashina turibdi-da, Malibu какой-то turibdi. Hozir siz kadrni ko'ryapsizlar. И ko'rinmadi, oldilarmi yo'qmi tushunmadim. Но o'ngga qarab ketyaptilar hozir mana. И, кстати, bolalar, 90% без подписки ko'ryapti. Bu nima ahvol? Agar bitta подписка tashlab qo'ysanglar, to meni prosmotrlarim uchadi, reklama ko'payadi, imkoniyat ko'payadi, и biz undan yaxshiroq kontent qilamiz. Поэтому iltimos bolalar подписка tashlab qo'yinglar. Просто bitta Do'stlar, bu video bilan odamlarning yomon tarafini ko'rsatish maqsadim yo'q edi. Faqatgina odamlarning reaksiyasini ko'rmoqchi edim. Izohlarda pul olib ketgan bolalarni hate qilish kerak emas, chunki hammaning hayotida har xil situatsiya. Va men kontentim bilan negativ olib keltirish niyatim yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Вот, ibza o'sha qattim charchab ketdik, qo'liga vashchi qiyin bo'ldi borish. И keyingi qaysi eksperiment qilishni yozinglar kommentariyada. И вообще yozinglar. Yoqyaptimi bunaqa format yo'qmi? И nima qilishni ideyalarni yozib qoldiringlar kommentariyada. Lekin emotsiyalar zo'r bo'ldi. Tam ikkita bola real olib ketdi, prikинь. И nargi safar qo'yiluvdi. Bolalar, o'zlarimiz bolalarimiz olib ketganda boshqa xotinlar, "Tegma." Mana shunaqa deganlar vashi kayf bo'ldi. Kim yoqqan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'linglar. 50 ming urib berish kerak bolalar. Let's go. Hozir ekraningizda ikkita meni videolarim chiqib keladi. O'tib ko'ringlar. И, конечно, aktiv kommentariy bo'ldi. Hamma xayr. Sizlar bilan Baburella edi.